Do'stlar olis yillarni bir olaylik esga, Afg'onda xizmat qilish tushdi boshimizga. Xotirlaylik qo'rqmas mard do'st yoronlarni, halok bo'lganlarni hamda nogironlarni. G'azna, Jalolobodda, Shindonu va Qobulda janglar aro chekilgan, g'am g'urbatlar ko'ngilda. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol. Kimdir Termizdan uchdi, kimdir Farg'onadan, quvvat oldik jonajon bir vatan onadan. Birga qotdik sovuqda, yondik bir o'tda dod, bildik harbiy qardoshlik bu mangu umrbod. G'azna, Jalolobodda, Shindonu va Qobulda janglar aro chekilgan, g'am g'urbatlar ko'ngilda. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol. Do'stlar olis yillarni bir olaylik esga, qismat ekan manzillar endi o'zga. Lekin qayta jamlandik, yashardik qaytadan, bois harbiy birdamlik, shavkatli veteran. G'azna, Jalolobodda, Shindonu va Qobulda janglar aro chekilgan, g'am g'urbatlar ko'ngilda. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol. O'limlarning yuziga tik boqoldik xushhol, vatan oldidagi burchni o'tadik biz halol.
Samarqandlarga jo'natib yuboray deyman.
Yonarını tikleyen olsa bir mahal Dağayı kirapta Kabulda bağlı İki büyük hikmet, gümüş zaman. Üçleşmeyenler hayatta, rakırlar yormayan ikili hatta. Üçleşmeyenler hayatta, rakırlar yormayan ikili hatta. Ne değilsiz evde hayatta. Ay yırakta Kanında bağlı İki büyük şair İki misafir Ay yırakta Kanında bağlı 79-89 yılda mana shu yerdagi quroldoshlarimiz qanday holatda o'tganini yaxshi biladi. Bu bayram bizni bayram. Qanday lavozimda, qayerda ishlaganimizdan qat'iy nazar qiyinchilik o'sha yerda haligi boyvoy operatsiya yoki tinch holatda pochta qo'riqlab turganda daydi o'q tegib qaytib kelmasligimiz mumkin edi. O'shaning uchun o'rtoqlar mana shu bayram biz uchun qadrli. Shu bayramlarni shu darajada o'tkazib turadigan bo'lsak ko'pchilik bizga e'tibor beradi. Bugungi xiyobondagi o'tganimiz, sonimizning ko'pligi, bir-birimizni hurmat qilib kelishimiz boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak. Bunda tashkilotchilar har bitta tuman raislariga, faollariga mingdan-ming yana rahmat. Shu tadbirimizni tashkil qilishda bu orkestr, televideniya san'atkorlarni tashkil qilishga o'zlarini vaqtini ayirmasdan xiyobonda biz bilan birga bo'lgan Andijon viloyat hokimi bosh topshirig'i bilan kelgan vakillarga mingdan-ming rahmat. Hamda san'atkorlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, shuhrat medali sohibi Tursunboy aka Parpiyev. Yana bir ukaxonimiz larini yaxshi bilgan ta'nirli san'atkor Avazxon aka Mahmudovning farzandlari Otabek. Bu san'atkorlik Sher akalar bilan, Sherhoji akalar bilan birga yurishgan. Vodiyda, O'zbekistonda o'zini men degan ovozi bo'lgan, men degan harakati bo'lgan inson. Buni ko'p san'atkorlar haqiqatda hurmat qilib tan olishadi. So'yga to'g'ri. O'shaning uchun sizlarga mingdan-ming rahmat. Davramizni ochiq deb hisoblaymiz endi. Haligi tantanali qismiga o'tamiz endi. O'shaning uchun hammaga kuch-quvvat, keyingi o'tirishlarimizda iloji boricha yana boshqa quroldoshlarni ham 600 ta bo'laylik, 700 ta bo'laylik. Mana Toshkent to'yxonasiga 700 ta odam sig'adi. Maza qilib o'tkazaylik.
davra keng bo'lsin, san'atkorlar ashula aytsin, 100 ta odam nima afg'onchimiz o'yinga tushsin. Qanday mazza bo'ladi? Do'stlarimiz bir-birimizga ko'zimiz tushadigan bo'lsa, umrimizga umr qo'shiladi. Yashagingiz keladi yana. Quvvat olasiz bir-biringizdan. Yoshligingizni elsiz. Rahmat ularga. Assalomu alaykum hurmatli quroldoshlar. Mana bugun chiroyli bir yig'ildik. Yig'ilishimiz sababi mana 15 fevral Afg'on urushi tugaganiga 37 yil bo'ldi. Endi buni Andijon viloyati bo'yicha tarixi men hali nima demay o'tdim. Endi Andijon viloyatidan 5216 nafar Andijon farzandi shu Afg'oniston urushida qatnashgan. Shundan 155 nafari halok bo'ldi. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Ming afsus 155 yashar, 19-20 yashar aynan oxiron yigitlar do'stlarimiz tobutlarga keldi. 5 nafari bedarak yo'qoldi. 300 ga yaqin har xil turdagi jarohatlar bilan qaytdi. Minglab nafari kontuziya oldi. Shundan keyin shu urushdan keyin asta-sekin ta'sir qilib bo'ladigan jangovar harakatlar oqibati natijasida 793 nafar do'stimiz hozir nogiron holatda. Lekin u bo'lganda ham alhamdulillah mana bugun mana ko'rishib turibmiz. Yigitlarni eslayapmiz, mana kamchidan chaqirib ketdi. Bir-birimizni mana qilib sog'inganlar bir davrada yig'ildik. Shunaqa nimalarni tadbirlarimiz ko'p turaversin. Endi men hozir Kamoljon aka aytdi, nimamiz sal o'zgardi. Biz boshida o'tirishimizni birinchilar shu tabrik bilan keyin o'sha Afg'on yurtida halok bo'lgan 155 nafar quroldosh do'stlarimiz haqiga, undan keyin kelib mana yaqin shu o'tgan davr paytida 800 dan oshiqroq quroldoshimiz vafot etibdi, yosh ketishdi to'g'risi haqiqatdan ko'pchiligi 60 ga kirmasdan olamdan o'tishdi. Endi Alloh bergan umrga shularda haqqiga bir tilovat qilib duo qilib qo'ysak degan bir ta'lim bor. Shunga biz mana akamiz rahmatulloh Bakirish Solih akamiz Qur'on tilovat qilib beradi agar ruxsat bersanglar. Mana bu keyin nimamizni, keyingi nimasini tadbirda keyingi bosqichda davom ettiramiz. 89-yilda qo'shinlar Afg'onistondan chiqib ketgan bo'lsa 37 yil bo'ldi. Mana shu 37 yilda ichida ham qancha quroldoshlarimiz bu olamni tark etdi. Endi shularni ruhi pokiga bag'ishlab bir ozgina Qur'on tilovat qilib qo'yamiz. Keyin yana tadbirimiz davom etaveradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشكر qilgan muqaddas oyat-i karimalarni o'qilishidan hosil bo'lgan savoblarni avvalo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhi muboraklariga, o'tgan anbiyolar, aziz avliyolar, mana shu yerda o'tirganlarimizni barcha o'tib ketgan quroldosh do'stlarimizning ruh poklariga, o'tib ketgan ota-bobolarimizning ruh poklariga, qolaversa bizni duolarimizga zor bo'lib o'tib ketgan mo'min musulmonlarning ruh poklariga bismillah tavba etdik. Allohim barcha o'tganlarimizni g'alib rahmat shoista jannat bo'lishni nasib aylagan, nasib ro'z aylagan, ularning qarongo'rlarini Qur'on nurlari bilan to'ldirgan, oxiratlarini obod qilgan, so'roq savollarni oson aylagan. Va sallallohu ta'ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi. Assalomu alaykum, hurmatli quroldoshlar, aziz birodarlar, qadrdonlar. Yana bir bor mana shu muhtasham to'yxonaga xush kelibsizlar. Mana hozir viloyat kengashining raisi o'zining bir tabriklarini, fikrlarini bildirdi. 5000 dan ortiq yigitlar xizmat qilgan edi. Qariylarga 155 ga yaqin, 154 ta, 155 ta quroldoshimiz yo'lda qolib ketdi. O'tganlarimiz rahmatiga olgan bo'lsin.
qolganlarga tansihatlik oilada katta kichiklar davrasida doim mana shunaqa bir chiroyli ko'rkam holatda yuringlar. Ko'pchilik havas bilan qaraydi. Sizlarda bizni taqqan bir medallarimiz, bunaqa formalar hammada ham emas. Shuning uchun buni qadriga yetib, bugungi kunda berilayotgan bir e'tibordan bir xursand bo'lib, shaharda, tumanda bir ta'lim tizimlarida qayta bir taklif qilinadigan bo'lsa, labbay deb borish kerak. Va u yerda bir faxriy sifatida bir tinchlikni qanchalik buyuk ne'mat ekanligini bir tushuntirishda sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Bugungi bayram, ya'ni shu Afg'onistondan 89-yil aynan 15-fevral kuni xabarlar bor, hammamiz yaxshi bilamiz, bu kunni bir nishonlaymiz har yili. Sovet ittifoqining o'sha yerda bir haligi qo'shinlarini chiqib ketgani 37-yilligi mana nishonlanyapti. Butun SNG davlatlarida nishonlangan. Jumladan bizda ham. Oxirgi 10 yilda mana eshityapsizlar, ko'ryapsizlar, e'tibor butunlay o'zgardi. Xudo xolasa yildan yilga yaxshilanib boryapti. Hozir bu yerda mana Kabuljon Aliyev aytdilarki, Xudo xolasa safimiz bundan ortib borsin. Toshkent plenum to'yxonasida 600 ta 700 ta bir quroldoshlarni taklif qilib, o'sha yerda katta davrada Tursunboy akamizni taklif qilib, shularning ishtirokida bir chiroyli bir tantanalarni birgalash, nishonlash nasib qilsin degan fikrlarni aytdi. Alloh ijobat qilsin. Bugungi tadbir munosabati bilan viloyat hokimi shaxsan bir tabriklarini yetkazildi. Shahar hokimi vakillari aytib o'tdi. Shu bilan birga viloyat hokimining bizni eng bir faol quroldoshlarimizga faxriy yorliqlari ko'zda tutilgan berilishi. Men hozir bittasini o'qib eshittiraman, keyin familiyalarini chaqirgan quroldoshlarimiz bu yoqqa chiqsa, raislarimizni, yerdagi hurmatli ustozlarimizni qo'llaridan ular o'zlariga shu yerda ajratilgan viloyat hokimligi tomonidan berilgan sovg'alarni qabul qilishi bo'ladi. Qolgan bu yerdagi har bir ishtirokchiga alohida yana birlashmani alohida sovg'alari bor. Ularni ham mana shu tadbir davomida yana olinadi. Xudo xolasa san'atkorlarimiz shu yerda o'yin kulgi yana hali davra Xudo xolasa davom etadi. Bizni veteran jangchi faxriylar birlashmasi uyushmasi bor, bilasizlar. Bu yerda o'tirganlar hammasi a'zo. Birlashma va boshqarma viloyat bo'limini topshiriqlarini bajarishda fidoyi jonbos peshqadam bo'lgan tuman raislarini taqdirlaymiz. Xalqimiz tinchligi borasida jangovar harakatlarda ko'rsatgan jasorati, mardligi va yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda amalga oshirayotgan beqiyos xizmatlari uchun hamda jangchi faxriylar harakatlaridagi faol ishtiroki uchun viloyat hokimligi quyidagi jangchi faxriylarimizni, quroldoshlarimizni demak tabriklaydi. Hakimov Botirjon Zokirovich, marhamat. Hakimov Botirjon Zokirovich. Mirzarahimov Jo'rabek Muhammadjonovich. Sobir Abdurahim Hoshimovich. Mirzaliyev Bekali Yangiboyevich. Abdullayev Adahamjon Abdusattarovich. Berdiqulov Muhammadali Abdumanopovich. Turdiqulov Ma'rifjon Mo'ydinovich. Nishonov Akramjon Odilovich Xonobodda. Mahmudov Muhammadjon Fayzullayevich. Ro'ziyev Sodiqjon Muhammad Iminovich Andijon shahri. Tumanov Olimjon Nizomovich. Ulug'nor vakili. Sobirov Azamjon Saydazimovich. Abdullayev Sidirjon Madaninovich. Mirzayev Abdurasul Mirzaliyevich. Ataxon Davronbek Isroilovich. Va ustozimiz Davlatov Komiljon aka Nabiyevich. Marhamat.
Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Shu nimalarni bo'rroq qilishga o'zlarini xizmatni ko'rsatdi, kam bo'lishmasin, umri uzoq bo'lsin. Shunaqa do'stlarni, shunaqa xizmatdoshlarni, shunaqa hamkasblar yetkazganligi uchun men Allohga hamd shukr aytaman. Nimagaki, bularsiz men ishlolmasdim, to'g'risi. Ayniqsa mana Komiljon Nabiyevich, katta rahmat. Ko'pchilik bizdan nimaganlar, sizlar aka-ukamisizlar deb qo'yadi. Eshitib xursand bo'laman. Shunday odamga o'xshashlar ekan meni deb. Ashaka aka umringiz uzoq bo'lsin. Shunday yurishimiz. Rahmat aytamiz hamma. Soliyev Rahmatulloh Bakirovichni taklif qilamiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Qarsak cho'linglar chiqib Soliyev domlamizga. Rahmat. Navbatdagi demak quroldoshimiz davraga taklif qilamiz. Davlat Toshmamat Nosirovich, marhamat. Navbatdagi quroldoshimizni davraga taklif qilamiz. Dormonov Mamajon Mo'ydinovich, marhamat. Davronov Mamajon. Quroldoshimiz Jamoldinov Nozirjon Nabiyevich, marhamat. Jamoldinov Nozirjon. Navbatdagi quroldoshimiz Siddiqov Botirjon Soipovich. Umarov. Navbatdagi quroldoshimiz Mamanazarov Tojimirza Abduvosiyevich. Navbatdagi quroldoshimiz Nishonov Akramjon Qodirjonovich, marhamat. Tabriklaymiz. Navbatdagi quroldoshimiz Nazarov Soyibjon O'rinboyevich. Navbatdagi quroldoshimiz Shokirov Abdullajon Ibragimovich. Shokirov. Tartibimiz ham bor. O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qilaman. Qarsaklarimiz. Navbatdagi quroldoshimiz Xidirov Baxtiyor Umarovich. Navbatdagi quroldoshimiz Hajayev Shuhratbek. Rahmat. Sovet O'zbekistoniga xizmat qilaman. Hajayev Shuhratbek. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Navbatdagi quroldoshimiz
Tursinov Baxtiyor G'ulomovich. Navbatdagi quroldoshimiz Qambar Mutahhidin, Qambar Mutahhidin, marhamat. O'zbek vatanimizga xizmat qilamiz. Sohiddin ukamiz iltimos qilganidek shunday ta'bir ketyapmiz deb kecha 10gacha kechqurun shu yerda birga bo'ldik. Bugun sahar kelib turib mana shu dasturxonni bezatilishiga uzuniga hissasini qo'ydi. Qo'li gul inson. Yana bir qator beradi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qiladi. Navbatdagi quroldoshimiz To'ychi Bahramjon davraga taklif qilinadi. Marhamat. Bahramjon. Navbatdagi quroldoshimiz Sultonov Karimjon Yoqubovich. O'zbekiston Respublikasiga, Prezidentimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Yashang. Sultonov Qahramonjon. Davraga bir ajoyib insonni taklif qilamiz. Umarov To'lqinbek hoji aka, marhamat. O'zbekiston vataniga sidqidildan xizmat qilaman. Bir og'izga bu quroldosh do'stimiz sobiq ham desak ham bo'lmaydi. Janoqi tumani raisi o'zini raislik davrida Janoqquduq tumani endi har doim peshqadam bo'lgan. Bu odam davrida mana bundan keyin Davron bek ham davom ettiryapti. Avvalom Janoqquduq tumani quroldoshiga rahmat. Shu akalarimiz birga bo'lib turishlar, birga jamlab mana kechagina tuman hokimi ham chiroyli tadbir qilib beribdi. Bu 3-4 tumanda bo'ldi xolos. Bu akalarimiz demak o'sha joyda yaxshi ishlayotganidan, hokimiyatda bilan munosabat yaxshiligidan, shundan qadr topilganidan bu dalolat akalar. Kam bo'lmay umringiz uzoq bo'lsin aka. Otaxonning umri uzoq bo'lsin. Ko'p duo qilamiz. Bu ham mendan iltimos qildim. Otam yosh katta bo'lib qoldi. Shuning yonida bo'lmasam bo'lmaydi. G'animat dedi, yo'q deyish iloji yo'q. Shuning uchun vazifasini ozgina mendan ruxsat berasizlar, ruxsat berdi. Lekin baribir Davron bek ham yonida bo'lasiz. Nimaki Davron bek ham yonida bo'lgan. Biz davramizga juda ham bir hurmatli, hammamiz uchun hurmatli bo'lgan saxovatli bir insonni taklif qilamiz. Bu Oybek Mo'minovich Abdurahmonov Oybek akamiz viloyat nogironlar assotsiatsiyasining boshlig'i. Yaqinlashib bo'laverman kerakli joyga. Andijon viloyati bo'limi boshlig'ini nogironlar va kam ta'minli ehtiyojmandlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari bo'ladi. Oybek akamizni qilayotgan ishlaridan hammamiz bahramandmiz. Mana o'tgan yili Andijon tumanida bir qator jangchi faxriylarni yig'ib turib ehson qilib berdi o'zini hisobidan. Undan keyin Xonobodda jangchi faxriylarni yig'ib turib ehson qilib berdi o'zining nomidan. Undan tashqari bu yoq bosh bo'lib yaqinda hamma tumandan vakillar borishdi, Toshkentga sayohatga borib kelishdi, bepul putyovka qilib berdi shu akamizni xizmatlari bilan. Shu akamiz, saxovatli akamiz nimasidan ko'p jangchi faxriylarimiz bahramand bo'lishdi. Aka kam bo'lmay umringiz uzoq bo'lsin. Akamizni shu afg'on urushida tugagan 37-lik munosabati bilan shu Qizil Yulduz ordenimiz bor. Shu bilan tabriklaymiz, taqdirlaymiz. Hamisha yonimizda bo'ling aka, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni boringizga shukr aka. Sizni hali qiladigan ishingiz ko'p. Birga hamkorlik ko'p ishlaymiz aka. Ishingizga Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin.
vatanimga xizmat qilaman va sizlarga ham xizmat qilaman hamisha. Endi do'stlar bugun bu yerda yig'ilgan ekanmiz. Do'st haqida. Do'st bo'lsang yonimda tur. Har yomoni yaxshi kunda do'st bo'lsang yonimda tur. Yonda ne balki meni aylanar qonimda tur. Beqaror qon bu nedir? Sen shirin jonda tur. Bevafo jon dedilar. Pokiza iymonda tur. O'ngda tur yo so'ngda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Hamisha bir-birimiz yonimizda turaylik. Rahmat hammalarga. Salomat bo'ling. Amin. Alhamdulillahillazî ata'amana ve saqana ve ja'alana minel muslimin. Allohumma zid ve la tunaqqis ya robbil alamin ya hayyu ya qayyum. Bergan rizq nasibanga musulmon qilib yaratganiga adab shukrlar bo'lsin. O'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Bundan rizqimizni yanada fayzli va barakatli qilib bergin. Yegan ichgandan hosil bo'ladigan savoblar shu yerda duoga qo'l ochgan barchalarimizdan umidvor bo'lgan o'tgan mo'minalarni baraka qilsin. Parvardigoriga bugun yigitlar, qadrdonlar, quroldoshlar yig'ildik. Bu yig'ilishlarimizni bardavom qilib, keyingi yillarda ham qatorimizdan xatolik bo'lmasdan yanada ko'paygan holatda bir tadbirlarni, tantanalarni yaxshi kayfiyatda, tansihatlikda o'tkazishga nasib ro'z aylagin. Duoga qo'l ochgan barcha do'stlarimizni, bu yerga kelolmay qolgan do'stlarimizni, oila a'zolari bilan barchalarini, tanijonlarini salomat qilgin, umrlariga, rizqlariga fayz va barokat bergin. Farzandlar, nabiralarning vaqt kamolini ko'rib, boqiy umr ko'rishlariga, ko'rkam hayot kechirishlariga, umra ziyoratlariga, haj ziyoratlariga borishlariga nasib ro'z aylagin. Bu quroldoshlarimizdan bu yoqda harbiy xizmatlar davrida qolib ketganlari, kelgan olamdan o'tganlarni o'zing rahmatingga yo'ygin. Barchalarimizdan umidvor bo'lgan o'tgan mo'minalarning rahmatingga yo'ygin. Bu yerda yig'ilgan barchalarimizni, oila a'zolarimiz bilan ikki dunyo baxt saodatini muyassar qilgin. Ikki dunyo sohalarimizni bexatar qilgin. Avvalgi va keyingi bilib bilmay qilgan gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bugungi tadbirni tashkil qilgan tashkilotchilarga ham tanijonlarni salomat qilgin. Umrlariga, rizqlariga fayz va barokat bergin. Bu yerda yig'ilgan do'stlarimiz barchalarimizga ofiyat bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi sayyidina Muhammad va ala alihi ashabihi ajmain. Allohu akbar. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Dardim aytsam tinglagan